Assalomu alaykum ustozlar. 11-sinfdagi JavaScriptdan kelgan 4-chorak testlarida JavaScriptdan kelgan testlarni yechimini ko'ramiz. Demak, quyidagi JavaScript dasturida berilgan data o'zgaruvchisining turi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Demak, let data, mana data o'zgaruvchisi 3 katta 4 dan deyapti. Ya'ni bu boolean bo'ladi, ya'ni true false qiymat qabul qiladi. Boolean. 11. Ushbu dastur bajarilgach, konsol maydoniga qanday natija chiqadi debdi. Kodni tahlil qilamiz. Massiv e'lon qilingan, massiv. Endi bu yerda y o'zgaruvchisi teng ekan. Shu massivning oxiridan mana bu ikkita elementni qo'shib, ya'ni 25, 74, 8, 23, 90. Endi ikkalasini ketma-ket qo'shamiz. 3 и 11. Endi shuni qo'shib, oxirgi natijadagi massivning uzunligini saqlab qolar ekan. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demak, y o'zgaruvchimiz bu yerda 7 ga teng bo'lar ekan. 7 ga. Endi x deyapti, mana shu massivning oxirgi elementini o'chir va o'ziga saqla deyapti. Oxirgi elementi 11 bo'lsa, 11 ni massivdan o'chiradi. X ga saqlab qoladi pop funksiyasi. Demak, x teng 11 bo'lyapti. Oxirgi z o'zgaruvchimiz z teng x plus y. X da 11 plus y'imiz 7 plus massivning ikkinchi indeksli elementini qo'shishimiz kerak. Mana bu 0, 1, 2, demak 8. 15, 26 degan javob bo'lar ekan. Navbatdagi testimiz takrorlash operatori tanasi necha marta bajariladi deb so'radi. Necha marta bajariladi? Demak, buni yozamiz. Ning qiymatlari nechalarga teng bo'la oladi? 10 dan boshlanadi. 10 uchun bir marta ishlaydi. 5 ga qadami 5 ga oshyapti. Demak, 15 uchun ishlaydi. 20 uchun, 25 uchun, 30 uchun. Endi 35 bo'lib kelganda mana bu shart bajarilmay qoladi. 35 kichik 30. 35 shart bajarilmaganligi uchun 35 uchun ishlamaydi. Shunda 1, 2, 3, 4, 5. 5 marta ishlar ekan. Agar mana bu yerda mana tenglikchasi bo'lganda 6 marta ishlagan bo'lar edi. Navbatdagi testimiz agar foydalanuvchi ushbu natija chiqaradi. Demak, n ga 5 kiritildi. Mana bu yerga 5 kiritilgan. S ning qiymati 1 ga teng. Demak, birinchi siklning birinchi qadamida k teng 1, n ning qiymati 5 bo'lib turibdi. 5. Demak, shartni tekshirib 1 kichikmi 5 dan?
Demak, rost. Mana bu yer ishlaydi. Demak, s teng s'imiz 1 ga teng 1 plus k ning qiymati ham 1 ga teng. 2. Endi shartni tekshiradi. K qat'iy tengmi 2 ga? Yo'q, bu ishlamaydi. To'g'ri tushib, mana bu s. Yana bir ifodaga kelamiz. 2 plus n ning qiymati 5. 7. Endi ikkinchi marta kelyapti siklimiz. Ikkinchi kelishida k'miz bittaga oshib, n'imiz bittaga kamayadi. K teng 2, n teng 4. 2 kichik 4 dan rost bo'lganligi uchun siklimiz yana ishlaydi. Birinchi ifoda s teng s'imiz 7, k'miz 2. Qo'shsak 9. Endi mana bu shartga kelgan vaqtida k qat'iy teng 2 ga bu rost bo'lib qoladi bu. Demak, k teng qat'iy teng 2 ga bu rost bo'lib qolganligi uchun mana bu break ishga tushib, siklni shu joyda to'xtatadi. Mana bunga tushmaydi. Shu joyda to'xtatadi. To'liq sikl yakunlanib, oxirgi natijamiz s ning qiymati 9 ga teng bo'lib qoladi. Agar foydalanuvchi 3 qiymatni kiritsa, ushbu dastur qanday natija chiqaradi debdi. Demak, bu yerda n ning o'rniga 3 kiritilsa qanday natija chiqaradi? Demak, switch tanlab oladi, tanlab. Kes deyapti. N kiritilgan n'imiz 2 ga tengmi? Yo'q, ishlamaydi. Endi bu qatorga kelib kiritilgan n 3 ga teng bo'lganligi uchun mana bu ifoda ishlaydi. X teng deyapti. 3 ko'paygan n ning qiymati 3 bo'lganligi uchun ko'paygan 3 teng 9 ni beradi. Mana bu yerda x ning eski qiymati yoddan chiqariladi. Javobimiz 9 ekranga chiqadi. 15-testimiz quyidamiz. 15-testimiz quyidagi dastur kodida berilgan div elementini tanlash uchun to'g'ri yozilgan kodni toping. Demak, div ning ichida id berilgan ekan, id products class berilgan, nav. Demak, shular bo'yicha variantlarni tahlil qilamiz. Demak, id ni tanlab olishimiz uchun get element by id ning ichiga products yozilishi kerak. Mana tepadagi products bir xil. Mana shu javob to'g'ri bo'lar ekan.